Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugungi videomiz yarali kalit haqida bo'ladi. Video davomida yarali kalit kasalligi o'zi nima, qanday kelib chiqadi, uni qanday davolanadi, oldini olish uchun nimalarga e'tibor berish kerak kabi savollarga to'liq va aniq javob berishga harakat qilaman. Faqat videoni boshlashimdan oldin bitta like bosib, uni oxirigacha ko'rishni unutmang. Yarali kalit kasalligi bu autoimmun kasallik hisoblanadi. Qanday kelib chiqadi? Ya'ni ichak shilliq qavatida buzilish, ya'ni shilliq qavati jarohatlanadi-da, yara shakllanadi. Yara sekin-sekinlik bilan rivojlanib, shilliq osti muskul qavatigacha va sirroz qavatigacha ham o'tib ketishi mumkin va butun ichakni qoplab oladi. Klinik belgilari asosan ichni bir kunda 5-6 martadan 15, 20, 25 martagacha o'tish bilan kechadi. Ya'ni bemor bir kunda 25 marta hojatga boradi. Axlatda albatta qon bo'ladi, shilliq bo'ladi. Bemorda kuchli intoksikatsiya belgilari, ya'ni temperatura, holsizlik, ko'ngil aynish, qayt qilish, qorinda og'riq bilan kechadigan kasallik hisoblanadi. Bu juda ham og'ir asoratga olib kelishi mumkin bo'lgan kasalliklar qatoriga kiradi. Bu kasallikni aniqlashda eng to'g'ri usuli kolonoskopiya. Ya'ni kolonoskopiya orqa ichakdan kirib ko'riladi, ichakdagi yaralar aniqlanadi. Undan biopsiya olish imkoni bo'ladi. Biopsiya olinganda qaysi kasallik ekanligi aniqlanadi va shunga qarab davolanadi. Davolash asosan ikkita tartibda bo'ladi. Birinchi tartib dori-darmon bilan, ya'ni bazis terapiyasi bor yarali kalitda. Shu asosda lecheniya qilinadi. Agar lecheniya yaxshi naf bersa, kasallikni remissiyaga tushirish mumkin. Lekin ko'pchilik bemorlarda 6 oy, 8 oy vaqt o'tib bu kasallik yana qaytalanadi. Unda lecheniya yana qaytalanishda, ya'ni lecheniya yana boshqatdan paftor qilinib davolanadi. Kasallikni shu tartibda 1-2 yil davomida remissiyaga tushirib butunlay qutulish mumkin. Ko'pchilik bemorlarda kasallik remissiyaga tushmaydi va rivojlanib ketadi. Bunaqa hollarda bemor jarrohlik amaliyoti bilan kasalligiga shifo topishi mumkin. Ya'ni yo'g'on ichak, ya'ni yara bosgan yo'g'on ichak olib tashlanadi va ichak qorindan chiqarib qo'yiladi, stoma chiqariladi. Bu bilan 3 oy, 6 oy yurish mumkin. Ko'pincha 3 oy, 6 oy oralig'ida ingichka ichak to'g'ri ichakda sog'lom qismiga olib kelib ulanadi va kasallikdan bemor butunlay xalos bo'lishi mumkin. Hozirgi aytib o'tgan gaplarimiz to'g'ri, oson o'tyapti, lekin bu juda ham qiyin jarayon hisoblanadi. Tasavvur qiling, yarali kalit bilan kasallangan bemor 6 oy davomida ichagini qorindan chiqarib qo'yib yurishi. Bu albatta juda ham og'ir holat. Lekin bu holatga tushmaslik uchun kasallikni oldini olish mumkin. To'g'ri, oldini olinadigan narsalar aniq emas, lekin men aytib o'tayotgan narsalarga amal qilsangiz, bu kasallikni yuzaga kelishini ancha kamaytirasiz. Birinchi o'rinda qilinadigan ish sog'lom ovqatlanishga e'tibor berish kerak. Sog'lom ovqatlanish o'zi nima? Sog'lom ovqatlanish yetarli miqdorda suyuqlikni iste'mol qilish, meva, sabzavot, ko'katlarni va kollagenga boy bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini yetarli miqdorda iste'mol qilish kerak bo'ladi. Ikkinchi o'rinda yarali kalitni yuzaga keltiruvchi sababchi faktorlardan eng muhim o'rinda turadiganlar bu spirtnoy va sigaret. Bulardan voz kechish kerak. Bu sog'lom turmush tarzi hisoblanadi. Ikkinchi o'rinda stressga e'tibor berish kerak emas. Ya'ni stress ichakda yara shakllanishini yuzaga keltiruvchi asosiy omil hisoblanadi. Bundan tashqari oldini olish uchun bemor hech bo'lmaganda 1 yilda 1 marta shifokor ko'rigiga borish kerak va kolonoskopiya tekshiruvidan o'tish kerak. Bu erta diagnostika. Agar kimdadir yarali kalit boshlanayotgan bo'lsa-yu, lekin klinik belgi namoyon bo'lmasa, ichakda shilliq qavatida eroziyalar shakllansa, ikkita dori bilan yaxshi bo'lib ketishi mumkin. Nima demoqchiman? Albatta kasallikka erta tashxis qo'yish uchun ko'rikka borish kerakda, tekshirib turish kerak bo'ladi. Bu bemorda o'z sog'lig'i uchun bo'lgan e'tibor hisoblanadi. Eng muhim faktorlardan yana bittasi faol hayot, ya'ni jismoniy mehnat bilan yoki sport bilan shug'ullanib turish kerak. Sog'lom tanda sog'lom aql deydi, bekorga emas. Chunki jismoniy mehnat bilan shug'ullangan odamda ham aqlan ham jismonan jihatdan yetuklik bo'ladi. Bu ko'p kasalliklarda rivojlanishi uchun, organizmda o'sha kasalliklarga kirib kelish uchun to'siq hisoblanadi. Immunitetni ko'tarib turish kerak bo'ladi. Immunitetni ko'tarish uchun quyidagi aytgan maslahatlarimga amal qilsangiz immunitet yuqori bo'ladi va autoimmun kasalliklarda yuzaga kelishi, ya'ni yarali kalitni yuzaga kelish darajasi ancha tushib ketadi. Bu YouTube kanalimiz orqali turli xil proktologik kasalliklar to'g'risida to'liq va batafsil ma'lumotlarni berishga harakat qilib boraman. Agar sizda qanaqadir proktologik kasallik qiynayotgan bo'lsa yoki qaysidir bir proktologik kasallik to'g'risida to'liq ma'lumotga ega bo'lishni xohlasangiz, albatta izohlarda yozib qoldiring. Bu haqida to'liq videolarni qo'yishga harakat qilaman.